O to'qmoqning mashinasi. Ey, mellim mashina aytsam buzib qolamday. Ey, kuchim yetgan bo'lsa, hozir axlat chelkiga tosh bossam. Voy. Vay. Ha, Shu nerede? men nerede olab yerda? Ey, men mashina buzib qoldim, ya kelinglar. Ey, yanımı. Ha. Ey, bu açanlı yeni algan tok maşinasi buzib qo'ydingmi? Buzib qoldi shu. Nima bo'lib buzib qoldi? Voy, kech beribli to'xtab qoldi shu. Da neredesizlar? Dingmi yo'llamni men boray hozir. Ha, ma'qul. Men hozir dongni yo'llab beray sizga. Acaba bir ters geldi anla. O tezkelmen boşunca olay yakili olamsızlar. Nemi kıldın o maşinni? O bilmedim şu kit berip lamkin 3 hafta üstü. Yakın ben bir körey bu maşinni. Nereden bulaptı? Ha bu yağı koy işini bulmaptı. Ha, aldığını görüp bak lan. Nemi kıldın o maşinni? Kim bulaptı? Motor kanı o maşinni ki? Motor batı mı şey bir yerde? Bozmayad bulmamtı motor degandan ki. Bir yer düşürüp kalsın mı? Ey, maşının motoru mu uçup kalıptı? Tushib qaptimi ona, boz bo'ladi miyada. Yaxshisi yangi mashina edim deb bo'lishi qayda buni? Ishtiga haydayotganda tushib ketgandim men u. Qayerda uçup kalgan? Unda iş tegmaydi mikan? Ish tegmaydi debmishlar. Ochani yangi mashina so'g'andan keyin tozaydigansiz bir-de. Şu hem yeni maşın kandarak manıkin de peyde bakkan azrak. Buni emasmi? Bu degan yangi olgan mashina tursa, molusdan chiqib bo'lguncha astroq haydab, saymalari muqimlish bo'lgandan keyin uni qanday haydasak bo'lgandan emasmi? Nerede to'xtab qolgan bu mashina? Oo ya da bir to'xtagan. Eşeğe tushib qolibdigina. Tamam. Ya motormi ko'ranmaydi. Shunday qilganda, ya bir oldi-keyin yuk mashinasi o'tganmi? Bir neçe ötkende kalgan. Elniki bir Peugeot'unu ko'rib olganmi? Yok. Mana emasmi? Peugeot'unu ko'rib olgan bo'lsanglar, mashina olib ketdi bu motorni. Qanday qilamisan buni? Yok, kanda kılamız hem de. Bu pet açanlarni qapirib bersak nima deydi u? Bu motor yo'q mashinani qapirib bersak, hammani butun mashina to'lay qaytib chiqadi hozir. Eng yaxshisi men qiyintamga telefon qilay. Hey! Atamga telefon qilmayli bu ishni. Atamga telefon qilib, "Ati yerim mashina buzib qoldi" desem, atam meni urib ichdan yanmaydi demdi. Qanday qilamiz sen? Tuturum atamga telefon qilib, men boshqaroq bir amalni qilay. Ma'qul, urinamiz. Bey ata, sen meni tug'ilgan kunimda menga zanjir berma degan-ku. Shu men hozir bir do'konga kirib zanjir ko'rgan. Shuni menga aytpasan olib ekan. Ha shu men tug'ilgan kunda otam aytdi deb taqayman. Ha ma'qul. Sen bek yaxshi juma ata. Ma'qul, xo'sh. Aytibdi buni. Nechib ketdi? 20 ming koy aytibdi deydi-ku. 20 ming koy. Yetkazamiz ham 20 ming koyni bir amal qilib, shu motor o'zimiz soldirib o'tamiz. Yetib o'tolmi? Ma'qul. Aytvatim. Ha. Ben bir To'ychaga telefon qilay. To'ychaga kelsin, ha? Voy. Ustoz, men mashina to'xtab qoldi, so'rab olib qo'yinglar. Ha, motor tushib ketdi. Voy, to'la so'ramay kelinglar. Ha. Kelgan bo'ldi. Neçe pul qapıra endi. Ha, neçe pul qappas onu bilmey deyishimiz. Sizlar ansirmang onu. Hem sizlar mamashini aydab uyga ketdi. Hem mamashini o'zim o'ngishtirib oldirib olib qo'ray. Dadisi men sizlar bilan birga boray. Sizlarni yana men japoda qo'yamman. Ay, bu japa tatmagan japamiti. Ishim bo'lmaydi, bering nima qildi? Ma'qulda men sizlar bilan birga boray. Ma'qul. Charchagan vaqtingizda yoki quvvatli tamoq iste'mol qilgan vaqtingizda Kevsarning 20% gazli limon ichimligini yeningizdan ayirmang. Kevsar shirkatining yangidan bozorga solingan 20% gazli anasi biz xonim qizlarning eng yaxshi tanlashi bo'la oladi. Ha ustam nima bo'libdi bu mashina? Nima bo'ldi usta? Motor tushib ketdi bu mashinaniki. Motori? Ha? Toklu mashina ekan bu. Ha, to'qliq mashinasi nima bo'libdi? Toklu mashina ne? Jenim ufka. Siz ham mashina turishni bilsiz, qog'oz aralashmang. Men mashinani to'jaga besib, remontga gapiramiz, boshqa ish yo'q bu yerda. Shunda ovozimni men apram sapamamsiz. Ben apray. Ha, bo'ldi, to'lsin. Appina mashinangiz besib olgani. Apray. Bunda.
Neydi to'g'ri, tok mashina bilme deb qoldi. Bu may mashinasidan ma tok mashinasini qimmatroq so'raydim deydi. Shuni achchiq gibi deb so'zlab qoldim ha shuntakka. Bu tok mashinamı değerli yüzü şu ki ne? Shu emasmi xotini? Siz eng yaxshi qilinglar. U to'jig'mi, siz chiqib yurmay, mana shunday deb o'kib ketib turgan, tamom ketib turgan. Maqlab mangashtirgan men bu ovozga chiqib qo'yishing men. Maqule.